Texpasportimizni yangi gaz qo'ydirgandan keyin zamin qilamizmi yoki yo'qmi? Internetda hozirgi kundagi eng dolzarb mavzularda. Hozir shu haqida sizga to'liq ma'lumot beramiz. Videoga oldindan bitta like bosib qo'yasiz. Bundan oldingi internetda ko'rgan har bitta ma'lumotingiz to'liq emas. Mana bu Texpasport qo'limda 16-bandida gazlashtirilgan va davlatga shunga 500 ming so'm pul to'langan. Endilikda bu narsa yo'q. Prezidentimizning 267-qarorlariga ko'ra 1-noyabr 2025-yildan boshlab hamma narsa onlayn ravishda bo'tdi. Qanaqa desanglar, birinchi navbatda Texpasportni olasiz, pasportingizni olasiz, sizga yaqin bo'lgan yagona darchaga kirasiz yoki onlayn ravishda MyGov.uz orqali kirib turib, mana bunaqa arizaga topshirasiz. Arizani oldingiz, ruxsatnomangiz chiqdi, mashinangiz gazlashtirildi degani emas. Internetda aynan shunaqa ma'lumot ko'p. Bundan tashqari siz gaz qo'ydiradigan joyingizga borganingizda u joy akkreditatsiyadan o'tgan bo'lishi kerak yoki litsenziyasi bo'lishi kerak. Va bunaqa planshet orqali avtomobilingiz va gaz balloningiz registratsiyadan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni gaz ballon kirgiziladi, Texpasport kirgiziladi, yagona darchaning ruxsatnomasi kirgiziladi va 100% registratsiyadan o'tadi. Agar siz yagona darchani o'zi bilan yuradigan bo'lsangiz, ko'chada gaz qo'ydirib, GAI xodimi sizni to'xtatdi, faqatgina gaz qo'ydirishga ruxsatnomangiz bor ekan degan narsa chiqib keladi. Laboratoriyasi yo'q, litsenziyasi yo'q, akkreditatsiyadan o'tmagan korxona va ustaxonalar bu planshet orqali umuman registratsiya qila olmaydi va bu planshetni ishlata olmaydi. Bizga keladigan bo'lsangiz, hamma narsangiz bitta joyda bitib ketadi. Yagona darchani ruxsatnomalaringiz bilan to'ldirib beramiz bemalol. Bu bo'yicha muammo yo'q. Ma'lumot to'liq va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqin o'rtog'inglarga jo'natib qo'yaverasizlar.